İkinci temamiz boshning sohasida qilinadigan trepanasiya usullari, ya'ni Alikveron va Wagner Wolf suyak plastik trepanasiyalar. Alikveron bo'yicha suyak plastik trepanasiyaga keladigan bo'lsak, bunda asosan joy belgilanadi, operatsiya qilinadigan joy belgilanadi. O'sha soha anesteziya qilingandan keyin quloqning 3dan 2 qismining yuqori sohasidan aylanib ko'zning orqa sohasi yon tomonigacha taqacha shaklidagi laxtak joyi belgilanadi va qirqib olinadi. Qirqib olingandan keyin pastga tomon tushirib qo'yiladi. Kesilgandan keyin undan keyin mushak qavatlari bor, aponevrozlar mushak qavatlari kesiladi, aponevrozlargacha kesiladi. Kesilgandan keyin ikkinchi qiladigan ishimiz bunda keldik, suyak usti pardasigacha keldik. Suyak usti pardasigacha o'sha laxtak qirqilgan joydan 0,3-0,4 mm ichkariroqda suyak usti pardasi kesilib, o'sha laxtak tushirgan joyning yon tomonidan, o'sha tomondan yana taqqa shaklidagi laxtak suyak usti pardasi kesib olindi. Suyak usti pardasi kesib olingandan keyin o'sha trepanasiya qilinadigan joyda 5 ta teshik hosil qilinadi. Undan 5 ta teshikdan 2 tasi shu laxtak tushib turgan tomonga, qolgan o'sha tepaga bo'lishi kerak. Birinchi o'sha laxtak teshik qiladigan joylar belgilab olinadi va parmalash boshlanadi. Parmalash boshlangandan keyin boshida tez qilinadi, tez parmalash boshlanadi va g'ovak bo'shlig'iga tushgandan keyin sekinlashiladi. Sekinlashadi. Sekin asta parmalagandan keyin bo'shliqqa tushadi va qolgan teshiklar shunday parmalanadi va keyingi maqsadimiz o'sha teshiklarni birlashtirish. Bu teshiklarni birlashtirishni ikki xil usuli bor. Birinchisi suyak qisqichlar bilan kesish orqali, ikkinchisi esa aralash orqali. Endi ikkovining farqini aytib o'taman. Birinchi farqi suyakni qirqishda keladigan bo'lsak, bunda qirqqandan keyin o'z joyiga tushish noqulay bo'ladi. Uni suyak tagidagi miya pardasidagi qon tomirlari bor, o'shani zararlab qo'yish mumkin va uni ikkinchi tomoni esa ikkinchi qiladigan ishimiz bunda o'sha teshiklarni birlashtirishni o'zini simli arrachasi bo'ladi. O'sha simli arracha bilan qilish afzal hisoblanadi, chunki unda keyin ham u o'z xohishiga qarab aylantirib aralash mumkin, o'z joyiga tushishi ham oson bo'ladi. Teshiklar birlashtirilgandan keyin aralash usuliga keladigan bo'lsa, teshiklar birlashishdan oldin, deyapman, uzr kechirasizlar, oldin o'sha tomonga yarim oysimon shakldagi tarnovsimon, ichi chuqurchali tarnovsimon naycha kirgiziladi. Birinchi teshikdan ikkinchi teshikgacha va o'sha sohadan arrachaning simining bir tomoni o'tkaziladi. Bir tomoni o'tkazilgan ikki tomondan qisqiladi, yaxshilab aralab turadi. Suyakdan chiqadigan nimalar ham, qoldiqlar ham o'sha tarnov sohasiga tushadi va o'sha 5 ta soha suyaklari birlashtiriladi. Va birlashtirilgandan keyin deyapti bu yerda suyak qirqib olindi. Qirqib olingandan keyin bu yerda ko'rib turadiki, miya qattiq pardasi bo'ladi. Miya qattiq pardasidagi qon tomirlari va qon bilan ta'minlangan sohalar bor. O'sha qon tomirlariga ligatura qo'yiladi va bosim tekshiriladi. Bosim tekshirilgandan keyin bilamizki, bosh miyada bosim likvor suyuqligi bo'ladi. Likvor suyuqligi hisobiga boshda shu miya ishqalanishi oldini olish maqsadida likvor suyuqligi bo'ladi va bosimni kamaytirish maqsadida, shu likvor suyuqligining oqib ketmasligi maqsadida lumbial punksiya qilinadi va punksiya orqa umurtqa kanalidan 30-40 mm atrofida likvor suyuqligi olinadi.
Likvir suyuqligi olinadi. Bosim pasaygandan keyin o'sha soha miya qattiq pardasi kesiladi. Miya qattiq pardasi kesiladi-yu, operatsiya qilinadigan kesiladi va o'sha laxtagini miya qattiq pardasini kesishdan oldin o'sha suyak ochgan sohadan yarim santimetr ichkariroqda o'tkaziladi bu amaliyot. Chunki choq qo'yishga ham oson bo'ladi, ustma ust tushmaydi. Xo'p, operatsiya amaliyotlari o'tkaziladi. Keyin qavat va qamat tikilib boriladi. Avval miya qattiq pardasidan sal uzoqroqda suyakda birlashadi. Suyaklarga simli choklar qo'yiladi. Simli choklar qo'yilgandagi mushak tolalari birlashtirilib, mushak qavatlari, aponevrozlar, teri laxtaklari tikiladi. Bu Alekviron bo'yicha suyak plastik trepanasi edi va o'shani Wagner-Wolf bo'yicha trepanasi usuli bor. Wagner-Wolf bo'yicha trepanasi usuliga keladigan bo'lsak, bundan xuddi shu amaliyot o'tkaziladi, lekin bunda bitta tomoni shundaki, hozir Alekviron bo'yicha suyak plastik trepanasi qilganda bilamizki, qavat ketdik. Avval teri laxtagini oldik, laxtagini keyin shu mushaklar ichkariroq ozgan tashlab suyak ust pardasi, yana ichkariroq tashlab miya qattiq pardasi kesib oldik. Bunda Wagner-Wolf esa to'g'risiga kesiladi, choklar ustiga tushiladi. Hammasi qavat usti bilan ketadi. Bu ikkinchi usul edi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz keladigan bo'lsa, bunda kallaning dekompressli trepanasiyasi. Bunda kallaning Cushing bo'yicha trepanasiyasi hisoblanadi. Cushing bo'yicha keladigan bo'lsak, bunda miya sohasidagi operatsiyalar bo'lishi mumkin, har xil shishlar bo'lishi mumkin. O'shani olish maqsadida o'sha miya sohasi shu MRT amaliyotlari o'tkazilganda soha aniqlanadi. Sohaning ustiga qilinadigan amaliyot bu. Sohaning ustiga qilinadigan, masalan, bu sohada bo'lishi mumkin, bu tomonda bo'lishi mumkin, bu tomonda bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bu Cushing bo'yicha dekompress trepanasiyasi. O'sha sohaning ustiga 6-7 sm to'g'risiga chiziq kesiladi. Kesilgandan keyin asosan bu o'sha boya o'tkazgan operatsiyani asosan shu tomonlarda o'tkaziladi. Boshqa sohalarda esa boshqa turlari bor. 7 sm kesimi hosil qilinadi-yu va ikki tomonga tortiladi. Ikki tomonga tortilgandan keyin teri osti qavatdagi mushak qavatlar bor, aponevrozlar bor. O'sha mushak qavatlari tolalar bo'ylab bir xil kesiladi. Tolalar bo'ylab kesiladi, qon tomirlariga ligatura qo'yiladi. Suyak usti pardasiga kelgandan keyin, suyakka kelgandan keyin suyak usti pardasini ham shu usulda kesib ikki tomon tortiladi va suyak usti pardasiga keldik. Suyakka keldik. Suyakka kelgandan keyin bunda o'sha operatsiya qilingan joy o'rtasida farma orqali bitta teshik hosil qilinadi. Bitta teshik hosil qilinadi-yu va o'sha soha qisqich yordamida 6-7 sm atrofida kesib olindi. Kesib olingandan keyin bu yerda miya qattiq pardasi bor. Shu boya aytganimizdek shu bosim tekshiriladi, likvir suyuqlik olinadi, shu amallar o'tkaziladi. Lekin bunda miya qattiq pardasini boyagi usul bo'yicha kesmaymiz. Bunda Hodgson usul bo'ladi. Hodgson usulda pil shaklidagi Hodgson kesilib bir tomonga ochiladi-yu, amaliyotlar bajariladi. Amaliyotlar bajarilgandan keyin o'sha sohalar qavat va qamat tikiladi. O'sha qavatlar aponevrozlarga tikilib, qavat va qamat tikilib boriladi. Bu kallaning Cushing bo'yicha dekompressiyali trepanasiyasi edi. Kamchiliklarga bo'lsa uzr so'rayman. E'tiboringizni so'rayman.